Samarqandda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik MAGATE hamkorligida qumtoshlardan uran konlarini izlash va qazib olish mavzusida xalqaro texnik anjuman bo'lib o'tmoqda. Bir necha davlat vakillari ishtirok etayotgan mazkur tadbirda uran, geologiyasi va ekologik xavfsizlik masalalari muhokama qilinmoqda. Dastlab shu haqda. Tadbirning ochilish marosimida mamlakatimizda uran konlarini izlash va qazib olish sohasida amalga oshilayotgan ishlar hamda xalqaro hamkorlikning ahamiyati haqida so'z yuritildi. Bugungi tadbiri, ya'ni qumtoshli konlarni qidirib topish va uni qazib olish bo'yicha texnik yig'ilishni aynan O'zbekistonda o'tkazilishi bejizga emas. Sababi bizning uran konlarimizning asosiy 80% dan oshiq qismi qumtoshli turdagi uran konlari bo'lib, aynan bugungi tadbirga mos konlar bizda mavjud. Yig'ilishda agentlikning bugungi kunda yadro energetikasining tinchlik va xavfsizlik tamoyillari asosida rivojlanishi, atom texnologiyalarining ilmiy va sanoat sohasi uchun xizmat qilishi, eng asosiysi insoniyat manfaatlariga yo'naltirilishini ta'minlashga ulkan hissa qo'shayotgani, agentlik tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlar, xavfsizlik bo'yicha talablar, shuningdek ilmiy texnik ko'mak mexanizmlari dunyo miqyosida keng e'tirof etilgani qayd qilindi. Yig'ilish doirasida uran qazib olishning zamonaviy texnologiyalari, qumtoshli turdagi konlarni o'zlashtirishdagi ilg'or xalqaro tajribalar va innovatsion yondashuvlar muhokama etildi. Nozima Karimova, G'olib Turdiyev, Samarqanddan.